Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan P-daftarda xodim obunasini uzaytirishni ko'rib chiqamiz. Men bir oy oldin biznesimga xodim qo'shgandim. Xodimimga akkaunt olib bergandim. Va endi hozir akkaunti tugab, obunasi tugab o'chib qoldi. Shunda obunasini uzaytirish qanday bo'ladi? O'sha Javlonbek degan sotuvchi bor meni profilimda. Ustiga ezaman, obunalarga kirganimda obunasi haqida ma'lumot bor. Ya'ni 1 oylik obuna olganman o'tgan oyda 25-sida, bu oyning 25-sida tugadi, kecha tugadi. Nofaol bo'lib turibdi hozir. Endi buni uzaytirishlik uchun pastda mana Javlonbek shu sotuvchini pastida yana obuna sotib olish chiqib turibdi. Xo'p, buni ezib men obunaga birinchi to'lov qilaman, yillik yoki oylik. Men hozir yana oylikka uzaytirmoqchiman. Asosiy balansimda 883.477 so'm pul bor. Asosiy balans qayerda? Profil sahifasiga o'tganda mana tepada asosiy balans 883.447 so'm bo'lib turibdi. Agar sizda bo'lmasa, birinchi to'ldirib olishingiz kerak bu yerda. Mana yonida plus to'ldirishni essangiz, mana bu yerda bu yerga summa kiritib, klik yoki payme dan to'laysiz va yana shu xodimlar bo'limiga o'tamiz. Shu obuna sotib olishni ezib, asosiy balansdan to'lov qilamiz. Oylik 24.063 so'm. Xarid qilishni bosdim. Bo'ldi, obuna sotib olindi. Endi nima qilaman? Javlonbekning ustiga kirib, mana bu yerda obuna sotib oling degan tugma ham nima bo'lib qoldi? Yo'q bo'lib qoldi, kirib ketdi. Nimaga? Obunamiz bor bitta bizda, o'shaning uchun. Xo'p, obunalar bo'limiga o'tib, endi obuna muddatini uzaytirish tezaman. Xo'p, so'rovingiz muvaffaqiyatli bajarildi. Mana o'sha SMS ham keldi, uzaytirildi Javlonbek degan. Javlonbekning obunasi uzaytirildi. Endi hozir mana yana obuna sotib oling degan chiqib qoldi, chunki haligi obunani Javlonbekka ishlatib yubordik. Endi Javlonbekning profiliga kirib ko'raman, ishlayaptimi haqiqatan yo'qmi? 95 015 12 32 raqami. Xo'p, keltaman. Mana Javlonbek tepada ismi, asosiy balansi 0, telefon raqami. Mana supermarket meni biznesim bu. Qarzdorlarim bu. Ishlayapti mana. Xo'p, qarz qo'shsa bo'layaptimi? Bo'layapti mana. Xo'p, ishlayapti. Bo'ldi, sotuvchini, ya'ni xodimning obunasini uzaytirish qismi edi.